Aziz obunachilar, bugungi videolarimiz Urganch shahrida Domus tagida 75 metr kvadrat noturlarni sotib ochibdi. Narxini aytsak 1 million 800 so'm metr kvadrat. Ishlab chiqarish beramiz. Ayollar tikuvchiligi, erkaklar tikuvchiligi qilsa bo'ladi. Turkiyaniki, Qirg'izistonniki niyatib ko'rishlari mumkin. Domus tagida noturlar berilgan ekan, dokumentlari boy 100% to'g'ri oformina qilingan ekan. Mijozlar. Berimiz lokatsiyasiga kelsak, Volgaz Mayak zavodining orqa tomonidagi Domus'ni 1, 2, 3 podyezddan istaganda 4 podyezdga iborat. Konsultalari, bog'chalari, maktabda shurda joylashgan ekan. Xullas, dokumentlar ham tayyor. Podyezning 3 qavatdan iborat, qo'shnilar hech qanday qarshilik yo'q. Shunda hujjat so'raydi bu yerda. Yana o'ng tarafimizda joylashgan ekan bular. 75 metr kvadrat ekan, ikki oynasi. Tashqariga qaraygan bir zal, suvlari kanalizatsiyalar o'tib turibdi. Bu tomondan ikkita porsiya chiqaran ekan. Narxini ham bir esataman, 1 million 800 ming so'm. Telefonlar aytaman, 88 601 70 70. Alloh chiqarsin, 88 510 30 bilan bog'lansangiz bo'ladi. Menimcha zo'r to'shchasidan gap qilish mumkin emas. Dokumentlarni hozir kuzatib o'tamiz. Telegram kanalida tashaldi dokumentlari, shuni ochib kuzatamiz. Dokumentlari bor ekan, buni ochilamamiz. Esa sog' bo'ling, omon bo'ling.